Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana inshaalloh yana bitta obyektimizni bitirdik. Suvoqqacha bo'lgan ishlarni, montajlarni, simlarini tashab, shitlarini qo'yib, tayyor qilib qo'ydik. Suvoqqa tayyor qilib qo'ydik inshaalloh. Bu yoqda nima ishlar bo'ldi? Bu yoqda bo'lgan ishlarimiz mana inshaalloh simlarni tashaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi simlar tashalgan. Освещениеga 1lik tashaganmiz, 2ga 1, rezetkaga 2ga 2,5 tashalgan. Bu yoqda mana zazimleniyalar qilingan, qorong'ida hozir ko'rinmayapti. Bu yoqda qilingan ishlar simlar tashalgan. Aytib o'tganimdek, rezetkaga 2ga 2,5, освещениеga 2ga 1. 2ga 1 nimaga tashadik? Bizda bu yoqda hozir har bitta xonaga bittadan освещениеga bittadan avtomat qo'yilgan, 6 amperli. 2ga 1 sim bemalol ko'taradi освещениeni. Nimaga? Uverimiz, bu уже испытаниyadan o'tgan narsa. 2ga 1,5 обязательно shart emas. 2ga 2,5 rezetkaga tashalgan 16 amperli avtomat qo'yiladi rezetkalarga har bittasiga. Bitta 63 amper glavniysiga qo'yganmiz. Qolganlariga 16 amperdan. Освещение 6 amper. Zazimleniya qilingan. Zazimleniyadan 0 ga permichga berilgan. Bu elektriklar yaxshi biladi nimagaligini. Bu himoya. Zazimleniyani Aristonga, duh konturga o'sha narsalarga tashab berganmiz har bittasiga. Bu yoqda mana временный питание berib qo'yganmiz shitimizga. Inshaalloh hali yana kelib ishlaymiz bo'pti. Bular har bittasini ulab suvoqdan keyin patoloy qoqishga kelishgan paytida inshaalloh o'sha payt buni yoqib beramiz. Nimaga? Ko'pchilik patoloy qoqishayotganda bizga pitaniya qilib ber deydi. Nimaga? Ular uverin bo'lishadi o'sha paytda patologga qoqishayotganda simga tushib qolsa, endi inshaalloh simga tushmaydi-yu, biz shunaqa balandlikda olib yurdik. Bu hisoblangan, ko'p joyda o'sha tajribamizdan o'tib bo'lgan inshaalloh. Hisob kitob qilinib tashalgan sim. Endi baribir tepaga chiqqan sim bo'ladi, bitta, ikkita. Ana o'sha simlar patologchi qoqayotgan paytda simga tushib qolsa, avtomat otadi. O'sha urayotgan joyida, masalan, bur bilan ursa, burruvchi bilasizlar tok yevoradi. Ana o'sha narsadan bilib olishadi. Tokka tushganini o'sha joyiga keyin qaytib to'g'rilaydigan bo'lamiz. Bizada qanaqadir kamchilik yo bir onaqa ko'rgan bo'lsanglar, bemalol kommentariyalarda yozinglar. Bizlar ham o'zimiz o'sishimiz kerak, rivojlanishimiz kerak. Shunga yarasha